Adajonisi, kimlarga tashlab ketdingiz bizani? Xudo sabr bersin. Jonim ota, jonim mehribonim mani. Kim mani qizim deb erkalaydi? Jonim otam, mani kimlarga tashlab ketdingiz? Bugun otalaring ko'milmaydi. Mendan qarzi bor. Qaysi biring hal qilasanlar? $10,000 qarzi bor. Hozir hal qilmasalaring, eshikdan ham chiqarmayman. Menga qara, adam bilan san turarding. Mana qarzini so'rab kelyapti. Amallab to'lavor o'zing. Nima bitta mana odamni ko'mmoqchi bo'lsangiz, ana o'zingiz to'lang qarzini. O nima deding? Nima qilsanlar arzimagan pulni deb otalaringning o'ligini ustida. Arzimagan pul bo'lsa to'lavor. Men to'lamayman. Men ham to'lamayman, zarur kelgani yo'q. Bo'ldi qilinglar akalarim. Men o'zim to'layman. Mana mashinalarni olib turing. Adamni o'zlari olib berganlar menga. Mana shuni olib turing. Qolganini sekin-sekin to'lab beraman. Faqat adamni qo'mishlarga ruxsat bering, iltimos. Qizim. Akalaringdan ham mard ekansan. O'zi aslida Do'stim, ko'p yillik qadrdonimsan. Senga o'zimga ishongandek ishonaman. Bolalarimning oqibati bir-biri bilan yaxshi emas. Agar menga nimadir bo'ladigan bo'lsa, yig'ib qo'ygan pullarimni munosibiga bersang degan. nima deganing bu do'stim? Hali yaxshi bo'lib ketasan. O'ylama bu narsani. Sen hop degan. Nimagadir ko'nglim g'ash, etganimni qilgan do'stim. Hop. Bu tillalaringni olib qo'y qizim. Eng haqdori sen ekansan. Otangni menga tashlab ketgan $100,000 puli bor edi. O'sha saniki. Bu otangni oxirgi vasiyati.